Yuzingiz ancha tiniqlashib chiroyli bo'lib qolibdi. Qizlar do'y postasini ko'ramiz. Do holatida, demak, gormonal dog'lari bo'lgan, melazma bo'lgan, juda ham chuqur holatda bo'lgan, to'q holatda bo'lgan. Mana hozir ancha yuzlari tekizlashib, silliq bo'lib, oqarib chiroyli holatda. Qanaqa otziv berasiz? Odamlarga tavsiya qilasizmi? Hamma ayollarga tavsiya beraman. Bundan tashqari ham tanishlarimga ham tavsiya qilaman. Yaqinda bir yil oldin kosmetologga borardim oldin. Bu shu dog'larim bo'yicha bu yil kosmetologim bilan ko'rishib qoldik. Shunda aytdiki, siz menga kelmaysiz, boshqa kosmetologga boryapsiz ekan, botoks olyapsiz ekan dedi. Hattoki dedi, yo'q, ukol olganim yo'q desam, olgansiz, siz meni aldayapsiz deb shunaqa o'tsa. Shu mana peshona qismlarida, qosh o'rtalarida ajinlari yo'q, ancha yuzlari silliq holatda. Bundan tashqari Genasel'da ayollar uchun intim nabordan ishlatganman. Lazerli apparatini ham ishlatganman. Intim naborni Instagram boshqalardan doim o'tib berib ketyapman. Juda ham zo'r. Hamma ayollar bir yilda kamida 2 marta olib ishlashni tavsiya qilaman. Ayollardagi barcha ginekologik kasallarni oldini olishga juda ham katta yordam berar ekan. Men bundan 100% natija oldim. Rahmat. Lazer apparatni ham umuman gapirish mumkin emas. Qancha ishlatdingiz? Necha oy bo'ldi olganingizga? Fevral oyida olganman. O'sha bir marta ishladim, undan beri mana hali ishlashga bir kurs ishlatdingiz, bir kurs. Necha oy 3 oy ishlatdingiz maqsadda? 3 oy ishlatdim. Rahmat bizga ishonch bildirib, kelib mahsulotlarimizni olayotganingiz uchun. Nilufar yaxshimisiz, o'zingiz saraksiz yaxshimi? Mana yuzim oldingizda holatni ham rasm tashlab qo'yaman. Rahmat katta, shu holatga keltirib oldim, mana Xudoga shukr. Hamma aytganlaringiz o'rnida qilyapman.